Assalamualaikum kanalına yaxşımı. Men bugün yeni bir addi bir naştılık bilen naştılıkni sizlarga ortaklaşmakçı. Aldı bilen men quruq qaçamga 2 tal tuxum, 1 su istakanıdan azıraq süt, 1 su istakan qilsanglar bo'ldi. Andan keyin 1 paket sivi kerama. Buni sivi keramani qilish qilmas o'zinglarning ehtiyojinglarga bog'liq. Qilamizlar, qilmamizlar o'zinglar bog'liq. Qilmasanglar bo'ldi. Men azroq tanbasin deb qilib qo'ydim. O andan keyin 1 stakan un. Andan keyin kaşar peynir. O'zinglar muvofiq miqdorda qanchalik ishlatganlar kelsa. Qo'shimchalik hammani bir aralashtirib olaman. Rausturda bir aralashtiramiz. Mana bu turda ben aralashtirib oldim. Buni tuz ishlatmaymiz chunki peynirning tuzi bor. Shuning uchun tuz ishlatmayman. Bu holatda bo'ldi. Endi men tavamni qizitdim. Mana bizning tavamizni qizidi. Endi men yog' qo'yaman. Biz bununla bu aralashmamizdan muvafiq miqdorda to'kamiz. Otni bek uloq qilib etmanglar, kuyib ketadi. Normalroq qilaylik. Tepsi mushalatda bo'ldi. Astini nima qilib dum o'raymiz buni. Astini o'zingizlar qarab turib, kontrol qilib turib o'rasanglar bo'ladi. Poşkaldaklan bo'ladi bu. Men odatda bir narsa o'rasam bu paloqni ishlatmayman. O'zim qozonda nima qilib o'raytdim. Endi sizlarga ko'rsatish uchun dim o'radim. Hem shunchalik yeyishlik. Bir tarafdan sivi keramaning, yana bir tarafdan kaşar peynir. Yaxshi yumshoq, yeyishlik yaxshi chiqadi. Hammasini mushalatda o'rib-jo'rib pishasanglar bo'ladi. Bizning poşkalning bir turi yani. Mana men ikkinchisini to'kdim. Yuzim o'sha holatda bo'lgan vaqtda, mana quruq holatda bo'lganda, mana lekin o'risanglar bo'ladi. Mana tegini chiroyli chiqdi. O'sha holatda. O'tni cho'qim bo'sh qilinglar, kuyib ketadi. Mana o'sha holatda men shuni tizib oldim. Ichida hech bir narsa yo'q, lekin shunda qatlablam tizdim. Men sizlarga ichine ko'ksitib qo'yman. Mana o'sha holatda men sizlarga sal sovuq shuni ko'ksitib qo'y, shunchalik yumshoq. Hem shundan mizlik purab ketdi. Yaxshi, bizning Uyg'ur poşkalning yana bir xil desak bo'ldi. Unda mizlik desak bo'ldi. O'sha holatda.